Assalomu alaykum. Mana qara, ertalabdan ustoz chaqirib oldilar. Bog'sog'imni qattasan deb. Shu yerda men ustoz deb kelsam, o'tirdim. Ertalabda mana oqolantiryaptilar. Qanaqa bo'lishi mumkin? Bo'lsa, kuydirgi shogirdlarimanman, xulosiz. Lekin shuni ham yaxshi ko'radilar. Mana, Alloh rozi bo'lsin. Inson yomon bo'lib tug'ilmaydi. Inson boy bo'lib tug'ilmaydi. Inson semiz bo'lib tug'ilmaydi. Hammasi o'zidan. Yomon inson yaxshi bo'ladi. Semiz inson ozg'in bo'ladi. Lekin hammasiga o'zi erishish kerak va hech qachon umidni, maqsadni so'ndirish kerak emas. To'g'ri. Mana yaxshi ham borlar, motivatsiya berib turadilar. Mana shu 2-3 kun ichida o'zim ham qo'yadim, juda ham tushib ketdi. O'sha qanaqadir yuraklari sezganmi ertalabdan. Attasam yaxshi dedilar. Kelsam, cho'ta ko'zing kirtay qopti deb. U bo'lsa o'zlari qarshilar. Lekin ana qilalar, yuraklari. Alloh rozi bo'lsin, ustoz sizdan.